Soliha qiz topish aslida oson. Agar siz solih bo'lsangiz, farzandingiz solih bo'lsa, soliha qiz topish juda oson. Chunki Alloh taolo har bir insonni, har bir narsani juft qilib yaratdi. Uni jufti bor. Siz soliha qidiryapsiz, topilmayaptimi? Lekin o'g'lingizni jufti unaqa emas-da. O'g'lingiz yoki o'zingiz unday emas. Unday oila emassiz. O'g'lingizni solih qilib, o'zingiz solih bo'lib turing, Alloh taolo ro'parangizga oyog'ingizni oldiga keltirib qo'yadi.